Alaykum assalom. Tanishgan bo'lib men siz aytyapmiz. Ismlari Shoyda. Bular Umida opa. Meni boshqa. Ko'rinishi chakki emas. Ko'rinishi chakki emas. Tushunmadim. Chiroyli qiz ekansiz. Chiroyli qiz ekansiz. Bu menga qo'l kelishi mumkin. Bu esa menga qo'l kelishi mumkin. Bular nima demoqchisiz? Ha yo'q, siz noto'g'ri o'ylamang. Ha yo'q qizim, siz noto'g'ri o'ylamang. Men gul do'konida shunday qaddi qomati kelishgan. Meni gul do'konimda mana shunday qaddi qomati kelishgan qizlar ishlasa, erkak mijozlarim ko'p bo'ladi. Buni esa marketing deyishadi. Marketing nimaligini ham tushunmasangiz kerak. Marketing nimaligini ham tushunmasangiz kerak. Tushunaman degan bor edi. Bu bilan shayton ishga olaman demoqchimiz. Ha ishlayversin. Maoshni sotilgan gullarga qarab beraman. Bo'ladimi? Faqat maoshni sotilgan gullarga qarab beraman. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Mana bu ikkita do'kon, meni do'konim. Kelishib ishlaysizlar. Kelishdik. Mana bu ikkita do'kon meni do'konim. Kelishib ishlaysizlar. Ikkalaylik kelishib ishlaymiz. Unday bo'lsa, qani men ketdim, sizlar ishga. Qani bo'lmasam men ketdim, sizlar esa ishga. Ketdingiz. Yaxshi boring. Qarab Qarab qolamiz. qoldinglar. Mashinasiga o'tirdi, qiz ketdi. Ha endi shu paytgacha. Nima qilsa